Birodarlar, roza tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Nima demadinglar? Kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Chunki rozadan ko'zlangan maqsad la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ozgina narsa bilan, endi rozaning hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni hech chiqilligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Darsimizni boshida aytdik. Qilayotgan amalingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, bu ishni qilishingiz ham to'g'ri bo'ladi, qabul bo'lishi ham to'g'ri bo'ladi. Agar tasavvuringiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ro'zadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan, taqvo sifati ekan. Bu oy birodarlar bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoyi qilgan bandani Alloh zoyi qiladi.